Biz bugün ailede BS'de soğuk sayqış sürgünümüz. Qo'llash üstün yürek birib beni qo'shib. Oldi bilan biz muvafiq BS'de yaqib bo'lgan ekan qanotlarni pakiz ajitimiz. Ondan keyin bir dasqa so'qishib, bir qo'shib tuz birib tek sharatda elektrib olamiz. Ondan keyin BS'ni silib 5 minutdan oldin o'sha atrofda suvda qolib qo'yamiz. Birdan suvda qolib bo'lgandan keyin mush holatga keldi. Ondan keyin suzib elib sir holatda to'g'raymiz. Ondan keyin BS'ni yana bir qanchaga silib, bir qo'shib atrofida tuz birimiz. Tuz birib birdan 2 minut atrofda elektriksak BS'ning suyu chiqadi. Ondan keyin siqib elib yana bir qanchaga silib muvofiq miqdorda samsak qurtilgan lazuni azroq kuda az miqdorda oqsima azroq mayni qizitib bog'laymiz. Bir o'shoq shirincho, bir o'shoq achcho'si az miqdorda xoyo muvofiq miqdorda aqshi kabrib takshi holatda elishtirib iste'mol qilsak bo'ladi. Sizma o'rganib oldingizmi? Texnik taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz ayrim uchur qiling.